adamlarga mana hozir divan pivan polni xod azjuklarni kod urib namera qabul qilyapmiz. Haligi nima deydi? Mana ikki mashin nerda juk kelingan hozir. Tojikistonga juk chiqaramiz. Nasib qilmasa reys var Sirroshnaga ketiladigan. Uje munoding ichi ham polni xod to'lib kelgan jeri bor. Hozir nerda joy ochib, ikkinchi etajga chiqarib, mana shuni urib turib jo'nataman. Nima demoqchiman? Hammaga mana shu Moskvadan Tojikistonga Gruza perevozka man zaynimasa qilyapman. Az mana shu ko'rib turgan mana shu Ford'am, mana shu Port'im, shu ikki mashinam o'zimniki, azma ikkovda ham jugi bor. Özüm hozir jira olmay qolganman, chunki uning sababi mening o'zim время reyestrga tushib qolganman, patent bermagan. Endi nima deydi, bu ishni endi uyda jatib upravlat qilyapman, keyin kim shopirlar bor, polni xod kim o'zim birachkam platib terib jira oblastma, ol tulama, kalugama farqi yo'q, любой yerdan любой xil terib jatirmiz. Shu bu ishni o'zim noldan boshlab, az polni xod o'zim ana qilib o'tirman. Nima deydi? Uje 5 fura chiqargan bo'lsak, mana shu chiqaradiganimiz uje 6-chi bo'ladi. 6-chi mashinamiz bo'lsa, mana shu xalq shuncha davlat qilib ishini beryapti, shunchani qilyapti. Ha 3 oyning ichida uje 6 ta menimcha bu normalni degani, 6 ta juk, 6 res 3 oyda uje pashta to'g'ri keladi. Normalni az bundan buyog'i nima bo'ldi? Tab beryapti, boryapmiz, olyapmiz. İnşallah nasip qilmasa aytalik betimizni jari qilsin deydi. Hozir uje joylashtirish uravur boshlanadi. Aynalar Moskva, Moskovskiy oblast. Kimda nima juk bor, nima bor, bemalol aloqaga chiqingizlar. Barib juklaringizni olib, nasib qilmasa Esanaman Tojikistonga juklaringizni olib beramiz. Shu telefon nomerlar shu pastdagi 1791 nomer o'zim shaxsan qo'limda turadi. Ertemeler uxlab qolgan paytimizda telefonga javob bera olmaymiz yo boshqa paytda atak WhatsApp'imizdan bor, Max'imizdan bor, hamma narsamiz bor. Hamma narsamiz ishlaydi. Jonlar zaman bo'lsin, nima qoldi? Birinchi qoldimi? Hozir uje bunaqlarni polni namera saqib kod urib, kodman olamiz. Jonlar zaman bo'lsin.